Assalomu alaykum. Farg'ona Fisherman kanalining kuzatuvchilari, obunachilari. Mana bugun Nurbek ko'liga keldik. Kecha ham kelgandik-ku. Kecha ham 7 ta natijani olib ketganmiz. Bitta o'zim 7 ta ushlaganman. Sheriklar 2 tadan 3 tadan ushlashgan. Uni hali tashaganim yo'q. Galereyada turibdi. Hali qo'yganim yo'q. Mana xudo xolasa bugungi natijalarga qo'shib qo'yamiz. Videoni ko'rgandan keyin podpiska, layklarni yozib turinglar. Qalmoqdosh do'stlarga jo'natib ham turinglar. Manzilni so'raganlar. Farg'ona viloyat Yozyovon tumani Soybo'yi qishlog'iga joylashgan. Farg'ona Fisherman Telegram kanaliga kirsanglar, lakasalar tashab beramiz. Telefon nomerlarini ham qoldiramiz. Shu telefon nomerlarini ham Telegram orqali bog'lansanglar, gruppalarga qo'shib, lakasalarni yonsa o'zlaringning lichkalaringga tashab beramiz. Kelaverasizlar. To'lovlari 50 ming so'm, 2 ta qalmoqqa ruxsat. Xohlagancha ushlab ketaverasizlar. Hozir baliqqa ketishgan, baliqni olib kelsa, xudo xolasa natija bo'lish boshlaydi. Kecha ham to'kkan baliqni hammasini ushlab ketdik-ku. Suvlar jichcha iploslanib qolgan, mana tashamanni ochib qo'yganmiz. Tevasini mana baqato'linga o'xshagan narsalarni oqib chiqib ketyapti, tozalanib qolgancha. Kun usigan sari ko'llamashna bo'lib turadi endi. Ertalabda soat necha bo'ldi? 8 bo'ldimi? 9 bo'ldimi? 8:27 o'tdi. 23-mart. Hafta kuniga nima kunga bugun opoqi? Yakshanba kuni. Hafta kuniga yakshanba 23-mart. Adashmasam. Kelib, bemalol dam olib kelsanglar bo'ladi. Yakshanba ertalab Qortepada bozor bo'layotdi-yu. Yakshanba. Hozircha mana jimjit, hali hech kim natija qilgan yo'q. Baliq to'kilsa, keyin qasra boshlanadi. Xudo xolasa natijalarni ham olib, iloji boricha po'kni tortayotgan jarayonlarni ham olib ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa. Eng qiziqarligi shu po'kni tortib baliq chekka chiqqangadir kayf shunda xolos. Ushlab olganingizdan keyin u hech qanaqa kayf ham bermaydi, maza ham qilmaysiz. Po'kni qimlatib urayotganda, po'kni qimlatib urayotganda o'sha kayf beradi. Buni haqiqiy baliqchilar biladi-yu. Unaqa kayf bermaydi. Biz baliq yegani ham qiziqmaymiz, opoqa. Ushlasak bo'ldi. Qalmog'imizni tortsa bo'ldi. Tortash chekka chiqqanda shu potir qilib bersa, o'shanda maza qilamiz. Kuzatib turinglar. Xohlasa, baliq to'kilgandan keyin to'kilayotgan jarayonni ham qo'yamiz. Ushlayotgan jarayonlarni ham olib qo'yamiz, xudo xolasa. Kuzatib turinglar.